Xo'sh do'stlar, barchaga salom. Sizlar Zeyd Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Xo'sh do'stlar, bu galgi bizning videomizda Dream League Soccer 2026 o'yinida bugun sizlar bilan ajoyib bo'lgan Dream Draft tarkibini tuzib ko'ramiz. Xo'sh do'stlar, videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolaman. Biz esa videoni boshladik. Mana o'ng tomonda Kubok Rezidentstvo, ya'ni bu yerda Dream Draft tarkib tuzamiz. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib tarkibni tanlashimiz kerak ekan sxemani, ya'ni 4-2-3-1 sxemasi bor. Chap tomonda, o'ng tomonda esa 3-4-2 sxemasi bor. Xo'p, haqiqiy futbolda 4-2-3-1 sxemasi bizga foydaliroq bo'ladi, lekin bu Dream Liga. Shuning uchun ham 3-4-2 sxemasi bu prosta super sxema Dream Liga uchun. Shuning uchun ham mana shu sxemani olamiz. Dallas 25 ta mana shu sxemadan foydalanganman. Chunki ikkita hujum, 3 ta himoya, himoyaning oldida bitta o'rni, o'rtada 4 ta yana himoyachi bor. Bu yaxshi. Ikkita qanotga bo'y baland. Xo'sh do'stlar, mana bu yerda Cristiano Ronaldo, Rudiger, Kanate, Palmer, Sechko. Xo'p, Cristiano Ronaldoni tanlaymiz, shubhasiz. Statistikasi ja zo'r bo'lmagani bilan, o'yingiz yaxshi. Albatta, Ronaldoni hurmat katta bo'lgani uchun ham Ronaldoni tanladim. Xo'p do'stlar, bu yerda Navas, Onana. Mayli, mana shu futbolchi tanlaymiz. Bu futbolchi aytilim kelmaydi. Xo'p, Delik. Bu yerda anina himoyachilar, bu yerda Erikanso, Darmian, Ramon Golli, xo'p, Christensen variant. O yaxshi bu yerda, lekin Bastonini olganim ham yaxshi, lekin Bastonini ham o'rniga bo'y balandlar bor ekan bu yerda. Masalan, mana Brighthound, Maguire. Lekin Bastoni statistikalari yaxshi, tezliklari yaxshi bo'lgani uchun ham Bastonini olamiz. Xo'sh do'stlar, bu yerda Garcia, Kerkes, Mondova. Mayli, Hernandez ukasi bor ekan, shuni olamiz. Xo'p, bu yerda Federico Valverde shubhasiz. Gumarashning statistikalari ham yomon emas ekan, lekin da shubhasiz Zumbeta Apornida zo'r. Xo'p, bu yerda do'stlar Merino ham variant, lekin portugaliyalik futbolchi Palhinho kim o'shani olamiz xolos. Bu yerda Dani Carvajal, Munoz, Lorente, Liverpoolning bitta futbolchisi. Mana Carvajal. Wow, yaxshi hujumchilar berdi oxirgi anaqada. Xo'p, Marata masalan, Marata ham ancha statistikasi tushib ketibdi. Xo'p, bu yerda do'stlar Mbappe yaxshi, Mbappe tezkor. Bu yerda xo'p, Aytnurini olamiz. Manchester City futbolchisi. Mana shu Klausning ham tezligi yaxshi. Ro'basidagi 24 da oltin bo'lgan. Ulmon olamiz. Va yoshlik qilib qo'ygan Greenwood. Hozirda o'sa 26 ga qaytib keldi. Xo'sh, do'stlar, bu yerda Sanchoni olamiz, mayli. Eski Manchester United futbolchilari. Lukaku. Xo'p, Mateo'ni olamiz. Va do'stlar, ko'rib turganinglardek, bizda Dream Draft sostav tayyor. Xo'sh do'stlar, bu yerda nechta ko'k futbolchi bo'ldi? Xo'p, 6 ta ko'k, qolgani sariq. Ana endi o'zim sxema qilib chiqaman. Futbolchi sostavga kirsak, mana shunday bo'lar ekan. Xo'p do'stlar, bu yerda biz Lukakuni bu yerga qo'yamiz. Qanotga yaxshi futbolchi kerak, bo'y uzun. Aytnurini bo'yi 180. Jo Palhinho, mana shuni qo'yamiz, Palhinhoni. Greenwood bilan Aytnuri emas, Greenwood bilan Valverde yarim himoyachi, Zumbeta turadi, Delik yaxshi, Lucas Hernandez. Almashtiramizmi Lucas Hernandezni? Lawson bor tezlik bo'yicha, Aytnuri ham yomon emas. Lekin mayli, Hernandez tursin. Mayli. Bo'yi 184, yaxshi. Xo'p do'stlar, hujumga keladigan bo'lsak, hujum Cristiano Ronaldo va Kylian Mbappe. O'lmoni bu yerga bo'ldi. Mana do'stlar, asosiy tarkib ham tayyor. Xo'p, darvozabonlar, lekin
Darvozabon ancha yomon emas. Xo'p, bu yerda 78 ga 76 reaksiyasi bir xil ekan. Penaltini Krishtianuga beramiz. Sobotniy udar Krishtianu va assist bersa Valverdeda. Yo'q. Buni o'ndagiga qo'yib qo'yamiz. Bilaman. Xo'sh do'stlar, mana Dream Draft sostavimiz tayyor. Videomiz albatta yoqqan bo'lsa like va o'zingizlarning izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.